वो चली देखो प्यार की गली उसे रोके ना कोई वो चली Assalamualaikum. Rastçılar toprikası qarindoshlar. Assalamualaikum Yusuf Paltajim. Aka qanday ahvolingiz yaxshimi? Obdan turdingizmi? Cho'ngni albatta hurmatlaymiz. Bu bizningki madaniyatimizda, bu axloqimizdan bor, lekin cho'nglarni bizni hurmatlashni bilish kerak, izzatlashni bilish kerak. Biz o cho'nglarning bizga o'tkazib qo'ygani yo'q, bizning cho'nglarga o'tkazib qo'yganimiz yo'q. Shundaymi aka? Ammo millatimizningki bizga o'tkazib qo'ygani bor. Chunki biz ko'chmanlar idorasiga kirib, siyosiy panohlik tilagan chaqda, shu iqomatga har bir qitim qaragan chaqda vatanimizda bo'layotgan zulmlar nimishga hozirgacha to'xtamaydi? Nimishki chet eldagi diasporadagi jidallar hozirgacha qurmaydi? Ha? Nima deb imzo etish faoliyatiga xalqdan iddio chiqqanki nima deb qilmaysa degandiki uni nimadir bir zionistlarning kuchki yana bir nima deb yozmaydi-chu, bir cho'ng bir ma'rif darnikiningki boshlig'i bo'lgan odam unda tutam yo'q gapni qilmaydi. Ya bizningki Türk tuprog'ini dasavatimiz, Turkiya bilan Xitoyning diplomatimiz va til qismchiligimiz va uch qashqari deyish kerak. Ya bo'lmasa, o'zininki atrofidagilar orqali Shvetsiyadan ma'rif darnaklar bor, yetkazish kerak. Biz bilishimiz kerak. Undan keyin biz chiqib kelgusi Sharq Turkistonning mustaqillik uchun qoral ko'tishi mumkin yoki qilishi mumkin. Hozircha ba'zi bir sabablar borki desak bo'ladi. Ammo uni surgun hukumatga yoki boshqalarga maxfiy usulda mana biz sizlarga aytib beraylik. Faqat Amerika Kongressiga ko'z tinglar. Ma'vu dunyo Uyg'ur qurultiyi, munofiqlar qurultiyi beshimizni og'irtitdi. Ba'zi bir yerlarda bo'lmaydi. Shu o'zimiz bilan sizlarning o'tiringlarda qolsin, maxfiy yo'llab beringlar. Men listaga chiqamanglar deb ishni chiroyli qilsa, sog'liqlar satmaydi buni. Chiqib, "Voy, Hidayatulloh atdi yoki biz nima qildi" deb. Xalqdan iddia kelgandan keyin chiqib javob berish kerak. Qanchiligan savollar quruq qoldi, ha? Qanchiligan xalqningki xotin bola albatta. Men tildim, haqoratladim, uni albatta bo'ynimga olaman. O to'g'risida men ayrim texi video ishlayman. Men gapning mazmunini sizniki 7 minutga tegib yetdim. Ammo xalqning Suriyada o'lib ketgan xotin bolalari bala xotin. Ular bir tamning to'shigidan chiqmagan, shu vatandan chiqib kelgacha shu yo'lni qanday topdi? Shu tarnaklarningki, shularningki Xitoy bilan Xitoy avatpadi. Yer zaminlarini shu dehqonlarningki azan shu 40 ming, 50 mingga setib olib, ashlarningki bolalari Turkiyalardan hijrat qilib chiqib Xitoydan bizning Sharq Turkistondan hijrat qilib chiqib ketdi. Ularningki qapqagan ota-onalarini zarba berish harakati, terrorlikqa u bu deb qalpoq kiydirib hammasini akir ketdi. Ko'rdinglar o'zinglar. Xalqningki bolasi bola, xalqning xotini xotin. Suriyada eri o'lab ketib, yili uningga tegib, yana bir yerdan chiqqanidan keyin yana birninga tegib, o'lab ketganlarningki o'lab ketgan. Ularningki xotinlari dafsan bo'lganlar nikoh o'qisi hisob emas. Ayol kishiga umr bir qitim, ikki qitim to'y qilsa bo'ldi, uchinchisidan keyin u bo'lmaydi. Bizning diniy dinimizda asli. Diniy dinimizda qanday bilmayman, axloqimizdan bo'lmaydi ki xotin kishiga undan chiqib, bundan chiqib yuravergan narsa emas, u birni emas, hammadan siydigan. Ajinda ishlar bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'ldi. Eliqi ko'chada Abduvali Yasin degan bola qilib qoldi, ha? Zumrat Tursun xonim chiqib, chiroyli so'rdi. Hidayatulloh ajim, ma bolaning iqomat ishlariga desa, quliqini yopirib oldi. Qildimi, qilmadimi? Shuni qildi. Uni kim qildi? Abduvali Bug'raxon qildi. Uningdan keyin nurg'un qarindoshlarimiz chiqib, yozsa ularni haqoratladi, ha? Ularni bo'hton chapildi, turk istixborotlarga chapildi, chaqdi. Uni kim qildi? Achaki darnaklar qildi. Men faqat ma'rif qildi demayman. Ammo ma'rifni odamlar bilmamda. Ma'rifningki ishida eliqi narsalarni tizimlab, uylar tizimlab, unmay go'rish taqtirgan eliq Habibollah Urumchi degan jasos chiqib tutildi. Uning hech qanday gap so'z yo'q. To'g'rimi? Mening og'zim buzg'unimga axloq yana bir narsa, hurmat gap bor, shundaymi? Buni burun xalq uxlab qolgandi. Hozir xalq uyg'ondi, u atrofiga 4-5 voy ajim desa, u ajim bo'lmaydi, menga ajim emas u. U o'ziga ajim bo'lgan bo'lsa, ibodat qilmasa, qo'ng'in 5 vaqt qilmasa, u Alloh bilan uning o'tirsidagi oxiratligi uchun yo'q. Men ma dunyodagi vatanning gapini qilyapman. Nurg'un yillar yangi chiqqan vaqtlarda, Zumrat Tursun xonim nurg'un savollarni qo'ydi, ma'rifdanlarga dunyo Uyg'ur qurultiyi. Qanday haqoratlarga uchirdi, Qanday badbashir ishtonning shirki narsalarni tatib avatdi deb o'zi to'g'riladi dedi.
Qani shu vaqtdagi shu axloq, shu mollalarni qilganlarni baka shuning ichida. Bo'pti, mollami demayli, shu ma'rif dernaklarning ichida podaxshilik qilib qilganlar baka, shularningki axloqi nakatda unda bo'lsa, ishtamdan ichidan tortib bir xonimga avatish, mayli u xonimningki to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, savol qo'yish haqqi bor. Sen bizga savol qo'yolmaysan. Ben sizni sallab demoqchiman, men Yusuf Paltajga, men ko'pchilikka deyapman. Bizning sana savol qo'yish huquqimiz bor. Chunki bir davlatningki fuqarolari hukumatdan norozi bo'lsa, biz demokratiya davlatda chiqib namoyish qildi, savol so'raydi. Lekin fuqarolar xatolik qilsa, uning soqchixonasi va adliya soti bor. Men xato qilgan bo'lsam yoki bir ish qanday qilsam, Hidoyatullo O'zxonning tashkilot ma'rif derneklari mishat turibdi. Üstümden Şivisiya sotiga arz qilib, soqchixonlarga qilsa bo'ladi. Shundami, xatomi, to'g'rimi? Meninkini men o'zim javobini berman. To'laydigan shu, to'layman. Menga o'ylaqa qon bilan bir taraf qilib biz. Desa bu ahmoqda shu qon bilan bir taraf qilganlar shu kimlarga shu listisini tushirib men avat beringlar. Men bir shu qonni ko'rib baqay. Uyabiyadan pulni ilib, u bu davlat ilib kekirib dixib. Bir yerde işlemeydikya, muqim xizmat yo'qka, mashinaning esilmaydikya, juridikya, uya AK Partiyaning podog'ini ko'tarib. Tamam ko'tarsin, kimninkini ko'tarsa o'zimizning qarindoshlarning partiyasiningki. Lekin o'zingninki Uyg'urga zulm qilma. O'zingning Uyg'urdan iddia chiqqanki javob ber. Sen munofiqlar qurultaydikilarni, Salihni, Zeynuslarning kuchki yahudlarning birini degan odam sen dollar xashlama. Facebookni ishlatma. Aeroplanga o'tmay Malayziyaga ishagaru bilan bor. Kostyum burut kiyma. Ishiltayotgan, yavatgan, ichayotgan Coca-Cola mushu zadi qilayotganning ichida bir yahudning bir narsasiga aralashmay ish yo'qmi? Ziyonistlarning kuchki. Sen ko'rganmisan Ziyonistlarning kuchkilik qilganini? Sen kimning kuchki unda bo'lsa? Sen kimning kuchki? Men seni so'rab baqay. Sen kimning kuchki? Sen bir demokratiya davlati turib, bo'yning qildi bag'laqliq qilmasa, bir tal imzoni itib berolmamsa, sen bu Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlamsa desa, ha deymiz. Buning talash tortish qilish yo'q. Bu til ahanat bundalar bo'lmaslik kerak. Shuni asli mushi jidal chiqamda, mushi haqoratlar bo'lamda, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Men ma'riflarligini men Nejat Turg'un akashlar uzundan beri garchi nurg'un nahaqchiliklarni anglasammi, quluqimni yo'parib olib keldim bugungacha. Nima uchun? Men u yerga ishlar kirmay, xalq o'zi uyg'onish kerak. Men bir odamning ishini, ikki odamning ishini hal qilib berolmayman. Faqat iqtisodiy jihatdan hal qilib beralganim bilan boshqa jihatdan hal qilib berolmayman. Xalq o'zi uyg'onish kerak. Cho'ng jihatdan bilan ukam anda qilayotgan ishlarimiz va bunda qilayotgan degashga bo'pti dedim. Tamam. İmzo atmagandan keyin chiqib deb atmaysa deb nurg'un so'rlarni keltirib turib Abdullahnur Qarimajin boshqa qarim diniy mollalar qildi. Elaq bir nima Qashqari degan chiqib birdam o'ngni yozdi, bijdam ta'tirni yozdi, bijdam so'ngni yozdi. Adam elashmalash qilib xalqni alang-malang qilib o'ynayotdi. Ya uningdan ya atanmaymiz. Xotanni bizga pakam bitti-bittaymiz, shakli qitaymiz ayna degan birni birdaymiz, bir qaq qilolmaymiz. Bo'ynim qildi bag'laqliq. Men turk davlatida yashayapman. Men Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan manfaati bor. Men qilolmayman deyish kerak. Ya bo'lmasa qilmayman. Qilmasang nima ish qilmaysiz, sababini deysan uningki. Gapni yo'rg'iltib, u yoqdan bu yoqdan o Salihni tishlab, yana birsini tishlab jmaysa bu yer sen cho'ng da odam. Sen bo'pti Salihqo Zeynusning kuchkiga. Hidoyatullo O'zxon, sen kimning kuchkiyamsan? Sen nima deb imzo atmaganlikin? Sharq Turkiston mustaqilligi bizning birdan-bir qizil sig'imiz. Uningga tegmaysan. İmzo atmading, bu seninki jinoyating, tarixiy jinoyating. Buni sana texi xalq berdi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lsin texi. İşte patmay ketgan nurg'un odam bor. Nurg'un kundalik xotira yozib qo'ygan odam bor. Shuningga bu yerda Yusuf Paltajim shu axloq to'g'riliq, cho'g'ni hurmat qilish to'g'riliq gap bo'lganki, kichikni izzat qilish, haqdan iddia kelgandan keyin, savol javob kelgandan keyin chiqib javob berish haqqi bor tashkilotningki. Biz chekdan oshirib biz qonuniy javobgarlikni beramiz. To'g'ri? Ayolsiga, balasiga og'ir haqoratlarni qildim. Mening xato u. Men to'g'ri deb qaramayman o'zim. Ammo men naq maydon qilyapman. Ochiq to'ldim, ko'zim yipildi, ochiq aqlni kesibatdi aqlimni. Men bu narsaga o'zim naq maydon qilib buning javobini o'zim beraman. Ammo bu javob berish kerak-da. Bu ish bo'layotgan ishlarga.